qayim. Ulfatli bugun choyxonada o'tiramiz, xabaring bor, ha? Ha, bugunmi? Bugun yakshanba-yu, Ha, bo'ldi. Yaxshi qilsanlar. Bugun men uydaman. Ha, uydaman. Ha, g'irt bekochman. O'shanga odam soniga qarab go'sht oladi-da. Bo'ldi, meni hisobga olib, guruch ovurlaring. Bo'ldi, hali ko'rishamiz. Ha, bo'ldi, hop. Kelasanmi ishqa? Boraman, to'shni boraman. Alo. Ulug'bek qalaysan? Yaxshimisan? Abduvasat qalaysan? Yaxshi, rahmat. Bugun jigarlarning yig'ilishi bilan choyxonamiz bor. Jigarlarning yig'ilishimi bugun? O'shanga qanday bugun vaqt bor ekan? Bugun men bora olmasam kerak, o'rtoq. Nimaga ishdamisan? Ha, qarindoshlarga ham aytib qo'y, men bora olmayman, chunki bugun o'zimning ulfatlarim yig'ilyapti-da. Ulfatlar kerakmi senga? Jigarlar kerakmi? Zamdo galleni ishlatgin. Mayli, harakat qilaman. Jigarlar aziz endi. Yo, ulfatga ham birini sho'ngib ketaman-da, keyin sallaga o'taman, bo'ladimi? Bo'ldi, kutamiz lekin seni, qara. Bo'ldi, hop. Ha, bo'pti, mayli. Shu yetmay turadi endi. Ishxonam bolalar-ku. Ha, Ilhom qalaysan? Ha, o'rtoq, yaxshi. Ishxonalar tinchmi? Ha, o'rtoq, xo'jayin tayyorlab aytib yubordi, bugun hamma uyda ekan, choyxona ekan bugun. Bu nima bola? Bugun hamma shu bugunga mo'ljallagan zani. Hozir ulfatlarimdan ham telefon qilyapti, bu yerda jigarlar guruhi bor. Ular ham bugungi choyxona mo'ljallab, hozir ikkalasi ham talashyapti, qaysi biriga borishni bilmay turibman. Nima bu gaping bilan ishxonani hurmati yo'q demoqchimisan? Yo'q, endi to'g'ri, sendan hurmatim bor. Endi sendan to'g'ri tushunadi, men hozir shu ertaga qilsak bo'lmaydimi? Ha, ertaga hamma ishda-ku. Bilmadim lekin hozir ko'ramaydi. Ularga ham bularga ham chaqirib qo'yganda. Endi o'rtoq, hozir jigarlaringdan ham, ulfatlaringdan ham ko'proq biz bilan ko'rishasan-ku. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, kutaman. Ko'raman, bo'pti, hozircha ishontirmayman, ko'raman. Hoppa, men hammasi shu bugunni to'g'rilagan. Qaysi biriga borsam bo'larkan-a? Ulfatlar, men bilan baribir 11 yil o'qigan. To'y qachondir har doim yonimda. Ishxonam baribir men bilan anchadan beri ishlaydi. Ishxona ham yaxshi. Jigarlarga bormasam, ular ham xafa bo'lib qoladi. Kimga borsam bo'larkan? Алло, Улугбек, приветик. Привет, солнышко мое. Ты сегодня свободен? Я? Что случилось? Ты можешь мне сегодня время уделить? Обязательно, я. Давай. Да? Ну тогда давай в горы съездим, отдохнем. Все, разговора нету. Boramiz bo'ldi, все, gapir. Свободен или как? Да, сегодня свободный man, сегодня, да. Bo'ldi. Bye. Barakaga, xo'p. Hech qaysi choyxonaga bormayman. Toqqa boraman.